Tomirning zararlanish zonasiga qarab, bu ba'zan holatlarda o'lim bilan yakunlanishi ham mumkin. O'lim bilan yakunlanishi mumkin. Buni insonning yurak qon tomiri deydigan bo'lsak, bu qon tomirimizda qon tomiri hali zararlanmagan, ya'ni tomir o'tkazuvchanligi va tomir devorlarining ichki qavatlari ham saqlangan holatda. Ikkinchisi, bunda qon tomirining devorlari endotelial qavati buzilgan va fonda ateroskleroz bilashkalar shakllana boshlagan. Uchinchi holatimizni oladigan bo'lsak, qon tomir devorlari 50-60% dan oshiqroq to'liq yopilgan. Bu tarafdan qaraydigan bo'lsak, zararlanish kamroq. Eng taraflardan bittasi bu tomondagi zararlanish ateroskleroz bilashka yoriladigan bo'lsa, buni ichida yana tom to'qib qoladi va bemorning infarkt bo'lishiga sababchi bo'ladi. Agar shu zararlanish 70% yoki undan yuqori bo'ladigan bo'lsa, bemorlarga stendash amaliyoti taklif qilinadi. Bu holatimiz infarkt bo'lgan tomir. Tomirning zararlanish zonasiga qarab, bu ba'zan holatlarda o'lim bilan yakunlanishi ham mumkin. O'lim bilan yakunlanishi mumkin. Qachon? Tomirning proksimal qismi, sredniy, ya'ni o'rta qismi va distal pastki qismlari bo'ladi. Bu bo'yicha tomirning bosh qismidan yopiladigan bo'lsa, bu bemorlarning hayotini yakunlanishiga ham sababchi bo'lib qoladi. Aynan shunaqa holatga kelishini kutmasdan o'zingizda bor tekshiruvlarni amalga oshiring. Ushbu video sizga foydali bo'lganiga umiddaman. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying va yaqinlaringizga jo'nating.